Yani bir nuqta sayt uchun o'zbek tiliga o'girildi. Biz buni juda uzoq kutgan edik. Ha, to'g'ri. Sen juda ham xotirjam ko'rinasan. Dadang senga qaysi sinf beriladi deb shunchalik asabiylashdiki, tuni bilan hattoki uxlay olmay chiqdi. Men uchun hatto o'zimni o'sha kunimdan ham ko'proq asabiylashyapman. Ariel, men so'rashim mumkin bo'lgan eng yaxshi uki. Men unga eng ajoyib sinf berilishini his qilyapman. Bu uning yo'llar orasida mashhur bo'lishini anglatadi. Ariel qiz do'st uchun juda yosh. Rostdanmi? Men uni yoshida bo'lganimda menda bir to'da qizlar bor edi. Ular xayol qilishni boshlaganda hech qachon to'xtamaydi. Demak, sinfmi? Sinflar bu dunyoda mabuda bizga baraka beradigan narsadir. 10 yoshga to'lgandan so'ng baraka marosimida mabudadan sinf beriladi. Shundan so'ng ular o'z sinflariga mos keladigan ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Endi esa baraka marosimini boshlaganimiz ma'qul. Iltimos, o'ng tomondan navbatma-navbat keling. Xo'p bo'ladi. Olovlar va temirning hidi. Bolg'a. Sen ham buni ko'ryapsanmi? Ha. Sen temirchisan. Qo'yil. Men sizingizdan bora olaman, ota. Endi esa navbatdagi. Sening nasling sinfingga kuchli ta'sir qiladi. Shunday ekan, sen albatta juda yaxshisini olasan. Keyingisi. Bu men. Omad tilaymiz. Mana u Leoning o'g'li. Boylani unutish qiyin. Ikkita ilg'or sinf o'zaro bog'langan axir. Qilich malika Fara va sehrgar Leon va ularning o'g'li aniq. Endi esa ko'zlaringni yum. Mabuda bizga sening sinfing haqida vahiylarni beradi. Lekin men hech narsa ko'rmayapman. Hech qanday javob yo'q, lekin bo'lishi kerak. Yo'q, aslida bitta tushuntirish bor. Sen sinfsizsan. Sinfsizmi? Nahotki bu yolg'on bo'lishi kerak.リンカネーション、リンカネーション、新しい翼で空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜の高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように羽が土割るように先の翼は脱ぎ捨ててリンカネーションリンカネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンカネーションリンカネーションを勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へTelegramdagi Anibro kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammasi joyida, Ariel. Onang va dadang nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Shuning uchun o'zingni ishga kirishga majburlashing shart emas. Ha, to'g'ri. O'lish haqida o'ylash uchun hech qanday sabab yo'q, to'g'rimi? Men o'zimni o'ldirib, biror narsa qilmoqchi emasman. Ariel, jahling chiqmasin.
Lekin qanchalik itoatsiz bo'lsang ham, opang doim sen bilan bo'ladi. Nima, siz hammi? Nima bo'lganda ham men umuman tushkunlikka tushmaganman. Rostdanmi? Men kichkinaligimdan onam bilan birga qilichbozlikni o'rganganman. Albatta, agar men qilichbozlik sinfini olib, qilich mahoratidan foydalanganimda kuchli bo'lish oson bo'lar edi. Ammo sinfsiz ham men bu amaliyotlar tufayli qilichni qanday tutishni yaxshi bilaman. Garchi onam juda kuchli bo'lgani uchun men u bilan birgalikda umuman mashq qila olmaganman. Ariel, qayerga ketding? Qattiq mehnat qilish muhim. Shunday ekan, sinfim yoki mahoratim bo'lmasa ham tushkunlikka tushmayman. Ariel, shunday yoshingda ham juda aqllisan. Bu bola buyuklikka erishadi. Men seni eng zo'r ekanligingni bilardim. Ariel kelajakda katta nom qozonadi. Ha, u eng nufuzli ishda ishlaydi. Men amaliyot maydoniga ketyapman. Qobiliyat juda ajoyib. Meni tanam o'z-o'zidan harakat qilayotganga o'xshaydi. Buni ol. Nima? Sen axir o'sha sinfsiz bolasan. Bu yerda nima qilyapsan? Men ham hamma kabi mashg'ulot o'tkazish uchun keldim. Nima? Bilasanmi, biz qilichbozmiz. Bizga amaliyot umuman kerak emas. Biz bu yerga shunchaki mahoratimizni tekshirish uchun keldik. Mana, tomosha qil. Qani kel. Ha. Qilichbozlar o'rganadigan birinchi mahorat asosiy qilichbozlikdir. Faqatgina buni o'zi ularni juda qobiliyatli jangchilarga aylantiradi. Hoy, men bilan qilich urishtirasizlarmi? Nima? Sinfsiz qilichbozga qarshimas, senda imkoniyat ham yo'q. Menimcha esa men qarshi tura olaman. O'zingni zo'r deb o'ylaysanmi? Mayli, kel, qilich urishtiramiz. Sen sinfsiz bo'lsang ham senda ilohiy himoya bor, to'g'rimi? Ha, hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohiy himoya ma'budadan olinadigan yana bir ne'matdir. Sinflardan farqli o'laroq har bir kishi bu barakani tug'ilishdayoq oladi. Himoya tanani himoya qiladigan va zararni o'zlashtiradigan shaffof tarmoqqa o'xshaydi. Biroq juda ko'p zarbalar uni tugatishi mumkin va doimo ma'lum miqdorda og'riqni his qilasiz. Demak, seni qattiq ursam ham sen o'lmaysan. Ha, o'zing ham bunga tayyor tur. Meni masxara qilma, sen so'tak sinfsiz. Qo'y, tezroq uni adabini bersangchi. Men harakat qilyapman, lekin bu yaramas. Qanday muammo? Qo'y, kel bir kunga ko'rsatib qo'yamiz. Ha, yaxshi. Menga qiyinchilik yoqadi. Meni mahorat darajamga yaqin odamlar bo'lsa, yaxshi amaliyot bo'lardi. Qo'y, ko'zimga qaramaysanmi? Uzr so'rayman. Ko'nikmalar, boshqa qobiliyatlar, masalan, turli taktikalarni oshirishga yordam bermaydimi? U holda bu ikkalasi yetarli darajada yaxshi bo'lmasligi mumkin. Qo'y, u kelyapti. Nima? U qayerga yo'qoldi? Men seni maydalayman, yaramas. Jen ursin. Ha, men g'alaba qozondim. Bu hisobga olinmaydi. E'tiborimiz chalg'ishini kutgan eding. Yaramas qo'rqoq. Ha, u haq, sen g'olib bo'la olmaysan. Unda yana jang qilasizlarmi? Albatta. Bas qilganingiz ma'qul. Haqiqiy jang maydonida shunday ming'irlasangiz, dushmanga buni farqi bor deb o'ylaysizmi? Haqiqiy qilichboz bundan boshqacha bo'ladi. Sendan kim so'radi? Bor yo'qol. Qo'y, jim bo'l. Bu qizil boshli qilichboz. Sen qilich malikasi Farani o'g'limisan? Ha, to'g'ri. Buni bilgandim. Sen undan qandaydir tug'ma iste'dodni meros qilib olgan bo'lsang kerak. Ammo bu ikkalasi shunchaki so'taklar. Ular ustidan qozongan g'alabang hech narsa emas.
Yaxshisi men bilan jang qil. Haqiqiy qilichbozning qo'ldan nima kelishini sensiz sizga o'rgataman. Men buni bilgan edim. Bu qizil soch qo'riqchilar boshlig'i bilan bog'liq. Nima, rostdanmi? Ha, bu to'g'ri. Kapitan Evans mening otam. Evansmi? Ha. Bu odam vaqti bilan kelib, iblislarni ovlashda onamdan yordam so'raydi. Lekin ular nimagadir umuman bir-biriga o'xshamaydi. Bu bola ulg'ayganda unga o'xshagan qo'pol chol bo'lib qoladimi? Mening otam ajoyib odam. U nafaqat qilich ustasi, balki ko'pchilik hurmat qiladigan hal qiluvchi, yetakchi va baribir sen onang har doim qishloqdagi birinchi raqamli qilichboz hisoblanadi. Bu nimasi? Men buni hech qachon hazm qila olmayman. Ha, tushunarli. Xullas, onamga qiladigan jahlingni menga ko'rsatmoqchimisan? Ovozingni o'chir, qolaversa sen eng zo'r ekanligiga qo'shilasan, to'g'rimi? Ha, albatta. U qishloqdagi eng kuchli qilichboz ekanligi aniq. Bolalar ota-onalarining iste'dodini meros qilib oladi. Shuning uchun men seni mag'lub etaman va mening oilam senikidan kuchli ekanligini isbotlayman. Darvoqe, qilichboz bo'lganimga 1 yil bo'ldi, lekin men hech qachon katta nafsni mashg'ulotlarimga xalaqit berishga yo'l qo'ymaganman. Men qilich ushlashni otamdan o'rganganman va allaqachon o'rta darajaga erishganman. Demak, sen meni mag'lub eta olmaysan. Men otangni hurmat qilishingni va qilichboz sifatida katta kuch sarflaganingni yaxshi tushunaman. Ammo meni ham onam menga qilichni qanday ishlatishni o'rgatgan. Meni yutkazish niyatim yo'q. Unday bo'lsa, kel jang qilamiz. Qo'yilma-qo'm, xuddi chaqmoq chiqayotganga o'xshaydi. Bu yigit chindan ham sinfsizmi? O'rtacha ko'nikmalarga ega bo'lgan odam bilan jang qilyapti. O'sha ikkalasidan ancha kuchli ekanligi aniq. Lekin baribir u g'azabi tufayli zarbalarni beparvo beryapti. Agar men bundan foydalana olsam. Qo'lga tushding. Juft qilich zarbasi. Sen juda yaqin masofada uni sezishga muvaffaq bo'lding, lekin men zarbam tegdi. Bu yana nimasi? Qanday qilib bir vaqtning o'zida ikkita zarba berding? Bu hujum mahorati. Juft qilish zarbasi bu bir tebranishda ikkita zarbani bo'shatish usuli. Senga o'xshagan sinfsiz odam undan o'zini himoya qila olmaydi. Bunchalik amin bo'lmagan bo'lardim. Harakat qilmaguningcha bilib bo'lmaydi. Men senda jasorat borligini tan olaman. Ariel, xayrli tong, quyosh chiqdi. Tong otdi, Ariel, o'rningdan tur. Sevimli opang seni uyg'otish uchun keldi. Hali ham tongda uyg'onadigan odam emassan. Mayli, men sen tongi bo'lsa bilan uyg'otaman.